iltimos. Rat, qaytasiz? Qayerdan kelgan bo'lsa jo'natib yuboring, tushirib yuboring metroga. Qaramaysizmi? Usti ham yo'q ekan onangizni. Nima unaqa qilyapsiz? Normal muomala qilmaysizmi? Nima qiladi? Xavotir olganda sizdan. Ha? Xavotir olganda sizdan mayta qor yog'yapti, sovuq. O'zbekistondan bu nimasidan xavotir oladi? Bo'ldi, uyga ketkizib yuboring, tamom pul olib kelibdimi? Payni tushuntirib yuboring. Shunday o'shandan tashabbusda ketsin. Bilmayman men yo'q, siz qayerdan bular? Bo'ldi, uyga jo'natib yuboring, tamom. Telefon qilsam gaplashmayapti. O'qishda o'qiydi, kelmayapti. Ona shantajlik qilmang, boring uyga, kim chaqirdi sizni betga? Endi yalatdan kiyimlarni uyalyapti. Unaqa demang. Gaplashing siz ham. Allo, ukajonim. Alaykum assalom, assalomu alaykum ukajon. Sonlaringiz yaxshimi? Rahmat. Kechirmayapsizmi? Fatima opangizlar bo'laman. Jonim ukam, nima bo'ldi ukajonim? Guruhga qo'ydi. Men sizni taniyman, eshitdim bo'lgani yo'q. Nima holayapsiz? Yo'q, hech nima olmaganmiz. Men просто o'tib ketayotgandim, oyizlar yig'lab turgani uchun to'xtadim. Endi men ham olaman-da, jonim ukam. Ayol kishi tushunadi. Kelsin deganim yo'q, nima bog' Toshkentda jundur kiyimda yana kelib olgan. Men ketsin, bo'ldi, tamom. Kelsin debdimi, bro? Jonim ukam, qayerda o'qiysiz? Nima farqi bor, o'qiyman. Yo'q, ko'rishaylik siz bilan, men ko'rishay. Mana men Tekstilniydi. endi onangiz bo'lmasa birorta joyda, masalan, bu yerda bo'lmasa ham bir kvartirangizdami yoki birorta alohida bir joyda ko'rishib qo'ying, biroz ko'rib qo'ysalar ketadilar, ukajonim. Yo'q, ko'rishmayman, bo'ldi, uyga qaytib kelsin, tamom. Sog'inga. Yo'q, uka, necha yoshsiz ukajonim? 22. Vot, 22 yoshsiz. Xudo xolasa Allohim uylanish nasib qilsin, farzandli bo'lish nasib qilsin. Xudo xolasa ota bo'lganingizda, ona yoningizda turmush o'rtog'ingiz ona bo'lganda keyin tushunasiz bu narsalar ukajonim. Bir og'iz ko'rib olsinlar, qaytib ketadilar. Men o'zim ana qilaman o'zlariga, tushuntiraman bularga. Ukajonim? Voy, ishonmanglar yig'laganiga, shunaqa rol o'ynaysiz, bo'ldi, kelgin deganim. Men sizni tushunib turibman, men sizni kelgan bo'lsa tushundim. bo'ldi, ketsin, tamom. Yo'q, unaqa gap bo'lmaydi-da, uka. Unaqa gap bo'lmaydi, ukajonim. Siz xo'pding, odamni gapiga kirishga. Xo'p, o'p kiraman. Yo'q, yordam kerak. Yo'q, yordam kerak emas. Boravering, rahmat. Azlashmayapmi? Yo'q, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, ilohiy opajon. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Men bilan gaplashdingiz. Televideniyaga sotsiallik xizmat olayotgandi. O'shanga tushib qoldik. Rahmat. Rahmat sizga opajonim. Joningiz sog' bo'lsin, ilohiy. Men bloger jurnalist Fatima Jo'rayevaman. Fatima Jo'rayevani demak ishontirdim. Bundan ortiq baxt bormi?